So'kinib gapiradigan og'zi shaloqlar. Sizlarga ikkita xabarim bor. Biri juda ham yomon, biri esa yaxshi xabar. Yomonidan boshlaymiz. Kim so'kinib har ikkita gapning biriga so'kish so'zlarini qo'shsa, ayniqsa odamlarni onangdilab so'ksa yoki og'zingga, ko'zingga, basharangga, falon joyingga, tilingga deb so'ksa yoki gaplarini orasida odamlarni tez-tez la'natlasa, bunday insonlar dunyo va oxiratda hech bir yaxshilikka erishmaydi va kun kelib qattiq alamli azobga uchraydi. Chunki bizga berilgan til orqali biz yo yaratgan egamning roziligini topamiz yoki uning g'azabiga uchraymiz. Zero iymon kalimasi ham tilimizdan chiqadi. Uylanadigan bo'lsak, eri xotin tomonidan ijob va qabul ham til orqali amalga oshiriladi. Yaxshi ko'rgan odamlarimizga yaxshi ko'rishimizni aytishimiz ham, ayniqsa onamizga, farzandimizga, otamizga, ayolimizga, opa-singil aka-ukalarimizga yoki ustozlarimizga yaxshi so'zlarni aytib, ularni qalbini xursand qilishimiz ham til orqali amalga oshiriladi. Ilm tarqatish ham ko'pincha til orqali amalga oshiriladi. Yoki insonlarning qalbiga ozor berish ham mana shu tilimiz orqali amalga oshadi. Shunday ekan, tilingizni so'kinishdan, shaloq so'zlardan, yomon so'zlardan batamom to'xtating. Agar to'xtatmasangiz, yuqorida aytganimdek, alamli azobga duchor bo'lishingiz mumkin. Dunyo va oxiratdagi yaxshiliklardan uzilasiz. Endi yaxshi xabarim. Kim ko'p yolg'on gapiradigan, ko'p so'kinadigan, har gapini orasiga so'kish so'zlarini qo'shadigan bo'lsa va bundan qutulish yo'lini qidirayotgan bo'lsa yo topa olmayotgan bo'lsa yoki siz ham hozir mana shu videoni ko'rgandan keyin tavba qilib, endi so'kishni tashlayman desangiz, siz uchun juda ham oson bir yo'lini o'rgatib qo'yaman. Birinchi yo'li doimo sukut saqlab yuring yoki ikkita toshni yuvib, kichkina toshlarni yuvib og'zingizga solib yuring. Ikkinchi yo'li, shu sukut saqlash davomida esa ushbu Til sayqali kitobini boshidan oxirigacha diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu kitob orqali siz tilimizdan keladigan ofatlar, uning sabablari, uning natijalari va tilimizdan keladigan ofatlarni davolovchi yo'llar, so'kinish, yolg'on gapirish, g'iybat, tuhmat, bo'xton va bir qancha tildan keladigan kasalliklarni, ya'ni ruhiy kasalliklarni sabablari va tezda qutulish yo'llari, ya'ni davosi ushbu kitobda yozilgan. Til sayqali kitobi. So'kinmasdan, go'zal tarzda husni xulq bilan gaplashish har biringizga nasib etsin.